dependency inversion principle, ya'ni bog'liqlikni teskarilash tamoyili qisqa va lo'nda. DIP tamoyiliga ko'ra, yuqori darajadagi klasslar quyi darajadagi klasslarga bog'liq bo'lmasligi kerak. Ular ikkalasi abstraksiyaga, ya'ni interfeyslarga bog'liq bo'lishi kerak. Buni oddiy qilib tushunadigan bo'lsak, klasslar bir-biri bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lmasdan, balki interfeyslar orqali bog'liq bo'lishi kerak. Ya'ni, misol uchun bitta klassni konstruktor orqali dependency injection qilganimizda, unga boshqa klassni uzatmasdan yoki bo'lmasam klassning ichida boshqa klassga mansub bo'lgan bironta obyektni yaratmasdan, balki hamma bog'liqliklarni interfeys orqali kiritib yuborishni nazarda tutilyapti. Unga misol keltiradigan bo'lsam, misol uchun bizda car degan klassimiz bo'lsa, ya'ni avtomashina, uni ichida engine klassini yaratsak, bu tamoyilni buzgan bo'lamiz. Yoki bo'lmasam tashqaridan engine klassini kiritib yuborsak ham bu tamoyil buzilgan bo'ladi. Uni o'rniga car klassini konstruktorida iEngine interfeysini qabul qilamiz va tashqarida o'sha iEngine interfeysini implementatsiya qilgan boshqa klasslarni yaratamiz. Misol uchun factory yordamida yaratib, keyin uni kiritib yuborsak, mana shu tamoyilni buzmagan bo'lamiz. Ya'ni iEngine ni qanaqa klasslar implementatsiya qilishi mumkin? Misol uchun petrol engine yoki bo'lmasam electric engine yoki bo'lmasam hybrid engine bo'lishi mumkin. 3 xil turdagi konkret klasslar o'sha iEngine ni implementatsiya qilishi mumkin va har birining ichida misol uchun start engine degan metodi bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.